Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Loyihalar nimadan boshlanadi? Nima deb o'ylaysiz? Instagramda akkaunt ochishdanmi yoki bo'lmasam matn yoki bo'lmasam dizayndanmi? Yo'q, barcha loyihalar strategiya tuzishdan boshlanadi. Shunday ekan, SMM Start kursining 3-darsi strategiya. Bugun siz bilan Space Coffee da strategiya tuzamiz. Oddiy bir misol. Siz sayohatga chiqmoqchi bo'lsangiz, birinchi nima qilasiz? Albatta, siz qayerga bormoqchi bo'lganingizni rejalashtirasiz va u yerda qanday ob-havo yoki bo'lmasam qanday borishingizni rejalashtirasiz va qachon degan savolga ham to'g'ri javob topishga harakat qilasiz. SMM da ham xuddi shunday. Ya'ni siz nima uchun, qayerga, qanday, qachon degan savollarga to'g'ri javob bergan holatda loyihalarni boshlashingiz kerak bo'ladi. Marketingda 4P degan narsa bor. Birinchisi product, bu mahsulot. Sizning mahsulotingiz nima? Ikkinchisi bu place, joylashuv qayerda, ya'ni mahsulotingizning joylashuvi. Price, bu narx. Mahsulotingizning narxi qancha va u qaysi segmentga xizmat ko'rsatadi va oxirgisi promotion, reklama. Ko'rib turganingizdek, oxirida, ya'ni promotion qismi oxirida kelmoqda. Shunday ekan, bugun sizlar bilan mana shu 4P ni ko'rib chiqqan holatda loyihalarni qanday boshlash kerakligini aytib o'tamiz. Strategiya bu nima? Strategiya harakatlar ketma-ketligi, ya'ni brend 3 oy yoki bo'lmasam 6 oy davomida SMM dan nima xohlaydi va bu narsalarni qanday qiladi? Shu narsalar strategiya deyiladi. Aytaylik, siz 100 mingta podpishchiga ega bo'lmoqchisiz, ya'ni obunachilarga. Bu 6 oyda imkoniyati bormi yoki bo'lmasam 1 yildami? Mana shu narsalarni qadamlar ketma-ketligini yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Siz 60 mingtaga 6 oyda ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak siz har oy 10 mingta obunachiga ega bo'lishingiz shart bo'ladi. Mana shu strategiya amalga oshirib beradi sizga qadamlaringiz ketma-ketligini. Oddiy bir misol, agar siz qishda yozgi basseynlarni targ'ib qilsangiz nima bo'ladi? Yoki bo'lmasam MMA kurslari ochilganligi haqida qariyalarga reklama ko'rsatsangiz-chi, yokida husnbuzarlarga qarshi dorilarni o'g'il bolalarga ko'rsatsangiz nima bo'ladi? Shunday ekan, siz strategiyani bilishingiz shart hisoblanadi. Biz kimmiz va qayerdamiz? Demak, birinchi savol ushbu savol hisoblanadi va bunga siz javob topishingiz shart. Biz kimmiz? Mahsulotimiz nima? Yoki bo'lmasam u kimga mo'ljallangan? Qanday narxda sotamiz? Biz qayerdamiz degan savol esa biz rivojlanishning qaysi bosqichidamiz? Bozorda endi ochilganmizmi yo yangi kompaniyamizmi yoki 10-20 yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan kompaniyamizmi? Shunga qarab turib brendni, ya'ni strategiyani maqsadi qo'yiladi. Aytaylik, siz bozorda yangi kompaniya bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi navbatda siz brendni tanitish bilan ishlashingiz kerak. Bunda sizga blogerlar, target, reklama shular yordamga keladi. Agar siz mijozlarning sodiqligini ushlab qolmoqchi bo'lsangiz, sodiqlik programmalari, cashbacklar yoki bo'lmasam qandaydir chegirmalar sizga yordam berishi mumkin. Shunday ekan, siz birinchi navbatda biz kimmiz va qayerdamiz degan savolga javob berishingiz kerak. Qayerdamiz degan savolning ichiga raqobatchilar ham kirib ketadi. Ular qayerda, biz qayerdamiz? A nuqta va B nuqta. Qayerdamiz va qayerga harakatlanmoqdamiz? Bu birinchi savolga javob topishingiz kerak. Qayerga va nima uchun ketmoqdamiz? Biz qaysi tomonga qarab ketmoqdamiz? Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga qarab ketmoqdamiz. B nuqta biz uchun qaysi chegara? Nima uchun bizga kerak? Misol uchun, A nuqta 0 ta obunachi va 0 ta sotuv. Lekin B nuqtamiz 10 mingta obunachi va 1,5 mingta sotuv bo'ladigan bo'lsa, bizning B nuqtamizga nimaga bizga 10 mingta obunachi kerak? Albatta sotuv qilish uchun. Lekin hozirgi kunda ommalashib ketdi giveawaylarda qatnashish. Ya'ni giveawayda qatnashgan holatda siz 150 ming, 200 ming obunachi qo'lga kirityapsiz, lekin nima uchun degan savolni esdan chiqaryapsiz. Shunday ekan, siz obunachilarni yig'yapsizmi? Bitta savolni o'zingizning miyangizda saqlab qoling. Bu albatta nima uchun? Ya'ni nima uchun menga shuncha obunachi kerak? Sotuv qilish uchunmi? Brendimni shuncha odam tanishi uchunmi? Yoki bo'lmasam boshqa maqsad uchunmi? Va bunga qanday qilib va qachon erishmoqchimiz? Qanday qilib? Misol uchun 50 mingta obunachi yig'moqchi bo'lsangiz, bunga qanday erishasiz? Konkurs qilasizmi yoki bo'lmasam blogerlar bilan ishlaysizmi? Target reklamani kuchaytirasizmi? Albatta bu qanday qilib degan savolga javob bo'la oladi. Lekin yana bir narsa bor. Qachon erishamiz bu narsaga? Shuncha obunachi, ya'ni 50 mingta obunachi buni qachon? Bir kunda qilamizmi? 6 oydami yo 1 yildami?
Mana shu narsani siz o'zingiz uchun o'ylab topishingiz kerak yoki bo'lmasam yozib olishingiz kerak. Mana shu hujjatlar barchasi yozilgan hujjat bu albatta strategiya deyiladi. Siz har bir brend uchun SMMni boshlayotganingizda strategiya tuzishingiz shart hisoblanadi. Keling, qanday bosqichda sizga qanday instrumentlar yordam berishini ko'rib chiqamiz. Agar siz maqsadingiz chiroyli raqamlar, juda ko'p obunachilar bo'lsa, unda siz give'da qatnashishingiz kerak. Albatta bu hazil, siz give'da qatnashmang, chunki give akkauntlarni o'ldiradi. Agar give haqida o'zingizni fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. U yaxshimi yoki yomonmi? Nima deb o'ylaysiz? Lekin sizga sodiqlik kerak bo'ladigan bo'lsa, blogerlarni ishlating. Chunki insonlar boshqalarning yuziga ishonishadi. Shunday ekan, blogerlar sodiqlikka javob berishadi va brendni ham tanitishadi. Ikkinchi navbatda sizga sotuv kerak bo'ladigan bo'lsa, SMMda eng kuchli qurol sotuv uchun bu albatta target reklama hisoblanadi. Do'stim, siz bilib oldingiz, ya'ni strategiya tuzish kerak, lekin strategiyalar ham har xil bo'ladi. Shu haqida ma'lumotga egamisiz? Misol uchun, Beeline va Humans kompaniyalari. Ularning strategiyasi qanday bo'ladi? Beeline bozorda 10 yildan beri bor. Ularning strategiyasi sodiqlik, ya'ni mijozlar sodiqligi uchun bo'ladi. Bunda Beeline ishlashi kerak sodiqlik uchun. Humans esa brendni tanitish, hali brend tanilmagan. Yoki bo'lmasam bo'lishi mumkin, albatta bu Nest1 va Akai City. Nest1 bu biznes joylar, ya'ni B2B ishlaydi va Akai City B2C, ya'ni mijozlar uchun ishlaydi. Shunday ekan, siz sodiqlik yoki bo'lmasam boshqa maqsadlarga ko'ra strategiya har xil bo'lishi mumkin. Bu kompaniyalarga ham bog'liq. Yana bir misol, Korzinka va Magnum O'zbekistonga yangi kirib kelgan supermarket, albatta birinchi navbatda brendni tanitish uchun ishlaydi. Keyinchalik esa sodiqlik. Korzinka esa hozirgi kunda sodiqlik uchun Instagramini va Telegram, Facebook boshqa ijtimoiy tarmoqlarini yuritadi. Shunday qilib, biz targ'ib qilish strategiyasi nima ekanligini va SMMda uni qanday qo'llash kerak ekanligini bilib oldik. Agar sizning savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Videomiz yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ulashishni, like tugmasini va podpiska tugmasini bosishni unutmang. SMMga atalgan lug'atimizni esa bizning Telegram SMM Start kursining Telegram kanalidan yuklab olishingiz mumkin. Space Academy zamonaviy kasblar maktabi. Biz bilan bo'ling.